Men ateist edim. Masihning amrlari meni o'ziga tortdi va men uni qabul qildim. Lekin ich-ichimda bir savol bor edi. Xudo haqiqatan ham bormi? Uni his etish mumkinmi? Men Xudoga shunday dedim. Men bir oy davomida har tong sening yuzingni jiddiy izlayman. Agar men seni topsam, oxirigacha sen bilan birga qolaman. Agar topmasam, hammasini to'xtataman. Men Xudo haqidagi oyatlarni o'qirdim, ibodat qilardim va der edim: "Ey Xudo, menga o'zingni ochgin." Bir kuni xonam shu qadar kuchli ilohiy huzur bilan to'ldiki, men uni jisman his eta boshladim. Xudo keldi. Go'yo u meni quchoqlagandek bo'ldi va shunday ovoz eshitdim: "Men seni sevaman." Men uning muhabbati bilan shunday to'ldimki, uning mavjudligi haqidagi barcha shubhalar yo'qoldi. Uning muhabbati meni to'ldirdi va men odamlarni, bobolarni, onalarni, do'stlarni hammani sevib qoldim. Hammaga shunday derdim: Xudo sizni sevadi. Bizdagi barcha muammolar gunoh sababli. Tavba qiling. Do'stim, Xudo bizlarni uni izlash uchun yaratgan. Agar biz uni izlasak topamiz. Agar chalqoq bo'lsak, uning huzurini haqiqatan his etamiz. Xudoni izla, kanalga obuna bo'l. Bu videoni ulash, izohda yoz. Sen Xudoni topdingmi?